Videoga ol. Videoga olyapsiz. Kechgaroq qo'shing qo'ygan. Davay sol. Oddiy shakar, a? Ha, mana Oddiy shakar yaltirab turibdi. Ko'rasizlarmi? Ha, gapirib qo'y, gapirib sol. Mana oddiy mana shu o'zimiz ichadigan shakar, faqat mana cho'kmayapti ham. Suvga tushmasdan oldin hali mana cho'kmayapti. Endi aralashtiramiz. Yana sol, ozgina solaver. Yana ozgina so'z yaxshi qilmaydi. Ha, soganda Ana, mana aralashtir. E'tibor bering quyuqlashdi. Ana o'zi quyuqlashni boshladi. Hozir suv umuman yo'qolib ketadi. Sal yorib turinglar, ana ko'rinmayapti. Kameraga yaxshi. Ana. Yana sol, yana. Quyuqlashi bor. Yo'q, solmasang, quyuqlashi boryapti. Solmang boshqa. Bo'ladi. Shakari shunchalik ko'p solmaysiz. Hozir bu sovuq suvligi uchun sal aralashish qiyin bo'lyapti. Reaksiyaga kirish sekinlashyapti. Nima? Qochib tur. Videoga olib biz ertaga men nimaga beraman? Nima? Seminarimiz bor. Nimaga bu ahvol bo'ldi? Kanalimiz bor, o'zimiz hal qildik. Quyuqlashib ketyapti massa mana. Suv yo'q bo'lib ketyapti. Suv yo'q bo'ldi. Quyuqlashyapti. Masana ana ko'ryapsizmi? Oddiy shakar deb sotilgan, lekin suvga oddiy suvga solgandan keyin mana ketyapti massa. Mana shu Jelatin ko'rinishida ketyapti hozir. Xuddi ana pampersdagi suvni so'rib oladigan moddaga o'xshayapti. mana shu battar quyuqlashdi. Hozir yana vaqt o'tgan sari deyarli tushmaydigan darajada sovuq. Suvimiz sal sovuqligiga, havo harorati ko'chadan olib kelganimiz uchun ozgina muzdaylik qilyapti-da, shuning uchun ozgina sal aralashish qiyin bo'lyapti. Mana ketyapti, muzga aylanyapti mana. Muzga aylanyapti shu. Mana. Lekin haqiqat Mana. ana shuni yo'q mana. Mana stakanni ham sekin og'daramiz, mana. Suvni yo'q suv. Suv yo'q o'sha mana. Tagida ham yo'q. Hamma suvi shimib oldi. Bu qanday shakar bo'lishi mumkin? Mana bozor rastalarida, mana supermarket deymiz, o'shanaqadan sotilayotgan mana shakar oddiy mana. Tuzga ham o'xshamaydi mana shakar bu. Yaltirab Olib yurmaylar. shakar olishda olib yurmaylar demang. Nima? Qanday holat bu? Nega tekshiruvdan o'tmayapti? odamlar sog'lig'iga jiddiy zarar keltirishi Ha, ichki bu kirgandan keyin bu nimaga aylanadi? Borgan sari ko'tarilib boryapti bu massa mana. O'sha suvni tortib, o'sha o'ziga yig'ishtirib oldi mana. Qanaqa mayda Ichimizda suvni tortib oladi-ku bu agar biz yeydigan bo'lsak mana. Mana o'quvchilarni olib kelgan shakari kim biladi? Bozordan sotib olgan. Kimdir buni bilmasdan ichaversa nima qiladi? Suvga aralashtirganda masalan. Inson salomatligi bu g'irt nima-ku? Mana ko'ringda parchalangan muzga o'xshab yaltiryapti mana. Sal ko'targin. Buni ayollar nimaligini biladi, chunki pampers ishlatganda mana shunaqa massa kelib chiqadi pampersda. Mana suv yo'qolib ketdi, Suv yo'qoldi. Suyuqlik yo'q. Bo'ldi. Men Mana uni ko'rib beringlar. videoga olaman.